Chexiya Respublikasi bosh vaziri Andrey Babish rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Bugun Ko'ksaroy qarorgohida tashrif doirasidagi asosiy tadbirlar, oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Очень приятно с вами встречаться. Большое спасибо. Yevropaning yana bir davlat yetakchisi O'zbekistonga keldi. Chexiya Respublikasi bosh vaziri Andrey Babish rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turibdi va bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan oliy darajadagi muzokaralar o'tkazadi. Ushbu muzokaralar boshlanishidan avval esa Ko'ksaroy qarorgohi oldidagi mana bu maydonda oliy martabali mehmonni rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tadi va u hozirgina boshlandi. Harbiy orkestr ijrosida O'zbekiston va Chexiya davlat madhiyalari yangradi. Yetakchilar faxriy qorovul safi oldidan o'tib, rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutladilar. Birgalikda suratga tushilganidan so'ng oliy darajadagi muzokaralar boshlandi. Muzokaralarda O'zbekiston bilan Chexiya o'rtasidagi amaliy hamkorlikning joriy holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Barcha sohalarda hamkorlik jadal rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Hukumatlar, vazirliklar va idoralar darajasida yaqin aloqalar o'rnatildi. Ishbilarmonlik va gumanitar almashinuvlar faollashdi. Parlamentlarda do'stlik guruhlari tashkil etilgan. Hukumatlararo komissiya samarali ishlamoqda. Keyingi yillarda tovar ayirboshlash qariyb 2 barobarga oshdi. Mamlakatimizda Chexiya kapitali ishtirokida 37 ta qo'shma korxona muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Bir qator yangi kooperatsiya yo'nalishlari bo'yicha ish olib borilmoqda. O'zaro savdo hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Tovar ayirboshlashni $1 milliard ga yetkazish vazifasi qo'yildi. Birgalikdagi savdoni rag'batlantirish maqsadida Chexiyada O'zbekistonning birinchi sertifikatlash filiali tashkil etilmoqda. Chexiyalik hamkorlar bilan Yevroavto standartidagi avtomobillarni sertifikatlash va kvant etaloni bo'yicha zamonaviy laboratoriya qurilmoqda. Kuni kecha bo'lib o'tgan O'zbekiston Chexiya biznes forumida e'lon qilingan loyihaviy tashabbuslar qo'llab-quvvatlandi. Tomonlar eksport kreditlarini sug'urtalash agentligi va Chexiya eksport bankining O'zbekistonda loyihalarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash niyatini olqishladilar. Madaniy gumanitar sohada, shu jumladan qo'shma diplom dasturlari doirasida ta'lim va akademik almashinuvni kengaytirishdan ikki tomon ham manfaatdor ekani tasdiqlandi. O'zaro madaniyat va kino kunlari, ko'rgazma va konsertlarni muntazam ravishda o'tkazish, shuningdek mamlakatlar o'rtasida sayyohlar oqimini ko'paytirish muhimligi ta'kidlandi. Shu maqsadda ikki mamlakat poytaxtlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviareysni qayta tiklash masalasi ko'rib chiqildi. Tartibli mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Xalqaro kun tartibi yuzasidan ham fikr almashildi. Muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Chexiya Respublikasi bosh vaziri Andrey Babish kengaytirilgan hamkorlikni ilgari surish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Shuningdek, iqtisodiyot, sanoat, ilmiy va texnologik hamkorlik, diplomatik kadrlarni tayyorlash, metrologiya laboratoriyasini birgalikda loyihalashtirish va tashkil etishni qo'llab-quvvatlash, metrologiya sohasidagi ilmiy innovatsion hamkorlik, geologiya sohasidagi hamkorlik, elektropoyezdlarni yetkazib berish to'g'risida va boshqa ikki tomonlama kelishuvlar imzolandi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Chexiya Respublikasi bosh vaziri Andrey Babish Ko'ksaroy qarorgohidagi faxriy mehmonlar xiyobonida birgalikda daraxt ekdilar. Ushbu marosim ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi do'stlik va o'zaro anglashuv mustahkamlanib borayotgani, O'zbekiston-Chexiya ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirishda yangi bosqich boshlanganining ramzi bo'ldi. Tadbirlar yakunida Chexiya bosh vaziri Andrey Babishdan uning O'zbekistonga amalga oshirgan ilk rasmiy tashrifi, bo'lib o'tgan muzokaralar va ularning ahamiyati xususida intervyu oldik.
Excuse me, Mr. Prime Minister. Great. I am really very happy we were received by our president at the really. Delegatsiyamiz bilan birga prezidentingiz tomonidan qabul qilinganimizdan juda mamnunman. O'zbekiston qanchalik rivojlangani, mamlakatingizning boyligi, odamlaringiz va ayniqsa yoshlaringizning naqadar bilimli ekani meni hayratda qoldirdi. Biz islom sivilizatsiyasi markazida bo'ldik. Bu shunchaki ajoyib. Shuningdek, men 400 nafar o'zbek hamshiralari Germaniyada ishlash uchun nemis tilini o'rganayotgan maktabga ham bordim. Bu biz uchun ham juda qiziqarli tajriba. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga alohida rahmat aytmoqchiman. Nihoyat biz Skoda Transportation kompaniyamizning 10 ta poyezdini yetkazib berish bo'yicha ilk shartnomani imzoladik. Umid qilamanki, bu hali boshlanishi. Albatta, kompaniyalarimiz bu yerda qo'shma korxonalar tashkil etish va mahalliy aholini ish bilan ta'minlashdan juda manfaatdor. O'ylaymanki, bu hamkorlik uchun juda yaxshi start bo'ldi. Sizlarda hayratlanarli o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Tashqi qarz miqdori past va yetarli zaxiralar mavjud. Sizlar oltin va kumush eksport qilyapsizlar. Mis zaxiralariga egasiz. Lekin xomashoni shunchaki eksport qilishga yo'l qo'ymaslik bu juda to'g'ri strategiya. Markaziy Osiyo davlatlarining barchasi o'zaro do'stona munosabatda. Bizning maqsadimiz bir xil. Prezidentingiz tinchlik haqida gapiryapti. Oddiy odamlar urushni xohlamaydi. Biz dunyoda bo'layotgan barcha urushlarga chek qo'yishimiz kerak. Odamlar tinchlik va do'stlikda yashashi lozim. Ta'kidlashim kerakki, prezidentingiz buyuk yetakchi. U kishi bilan shuncha ko'p vaqt o'tkazganimdan juda mamnunman.